Poytaxtimizdagi Universal Horses Stable sport majmuasida konkur bo'yicha O'zbekiston chempionati qizg'in davom etmoqda. Musobaqada respublikamizning eng kuchli va mahoratli chavandozlari medallar uchun kurash olib borishyapti. Bugun navbatdagi 3 ta dasturda kuchlilar saralandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ot sportining konkur turi mamlakatimizda rivojlangan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda terma jamoamiz a'zolari xalqaro arenada salmoqli natijalarni qo'lga kiritib kelishyapti. O'zbekiston chempionatida biz arab davlatlarida o'tkazilgan ko'plab nufuzli musobaqalarda ishtirok etib qaytgan terma jamoaning eng kuchli tarkibi qatnashayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Konkur ustalari mamlakat chempionatida Yevropa hamda arab davlatlarida o'tkazilgan yirik turnirlarda ishtirok etgan eng sara tulporlarida medallar uchun kurash olib borishyapti. Sababi yana 10 kundan keyin poytaxtimiz nufuzli musobaqalarga mezbonlik qiladi. Bu tulporlarda ular ana shu muhim va mas'uliyatli startlarda ham munosib ishtirok etishni maqsad qilishgan. Bu yil Jahon kubogi bilan Jahon chempionatiga saralash musobaqasi bo'ladi. O'shanga tayyorgarchilik juda ham zo'r bo'lyapti. O'zim ham Yevropa Birlashgan Arab Amirliklaridan otlarni olib keldim. Shu oldimizda bo'ladigan xalqaro musobaqa uchun. O'zbekiston chempionatida bir qator tajribali va mahoratli chavandozlar turli dasturlarda g'oliblik uchun kurash olib borishyapti. Hakamlar 7 va undan katta, shuningdek 5-7 yosh toifasida, qolaversa 5 yoshgacha bo'lgan tulporlar ishtirokida o'tayotgan bahslarda kuchlilarni saralab olishyapti. O'zbekiston chempionatining natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, bir qator sportchilar turli xil yo'nalishda o'z mahoratlarini namoyish etgan holda g'olib va sovrindorlar safidan joy olishdi. Chempionat yana 2 kun davom etadi.